Lekin bizni yana bir bor kuzatyaptilar. Bugun bog'da ishlar davom etyapti. Bu yerda aralashma har xil mineral o'g'itlar, azot, amofoz, mo'javina, kaliy hammasidan bor. Daraxtga solyapmiz, go'ng bilan aralashtirib. Birinchi endi o'zimiz mahalliy go'ng bor, bir xil joylarda go'ng, bir xil joylarda qori deydi mana. Go'ng mahsuloti. Bu daraxtga yaxshi ozuqa, biz yerimizning kuchi kamroq. Biz yerimiz dasht zona bo'lgani uchun yerni sal nimasini ko'tarish maqsadida go'ng solganmiz. Shoftoli go'ngni yoqtiradi. Dori. Hozir doridan keyin suvni ochamiz. Xudo xolasa buni pishgan jarayonlarni ham qo'yib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar, bog'dorchilik bo'yicha oid savollar bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni yozib qoldiramiz.